Qarab turing, men sizga oddiygina gantelni ishlatib qo'lingizning 3 xil qismiga ishlash mumkinligini ko'rsataman. Sportnex'ga qo'shiling va kuchliroq bo'ling. Qarab turing, aslida to'g'ri anjumaniya qilish mana bunday bo'ladi. Kanalimga obuna bo'l va yanada kuchliroq bo'l. Hozir men sizga gantel bilan orqa mushaklarga ishlash texnikasini o'rgataman. Mana buni ko'ring. Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Agar kuniga 200 marta mana bunday burilish qilsang va buni 100 kun davom ettirsang, tanangda mana nimalar yuz beradi. Men aytadigan narsa sizning qorin mashqlaringiz haqida tushunchangizni butunlay o'zgartiradi, chunki bu aylanishli harakat oddiy press mashqlaridan ancha kuchli natija beradi. Birinchi 20 kun yon press mushaklarini boshqa hech qaysi mashq qila olmaydigan darajada ishlatadi. Yonlaring kuygandek bo'ladi, mushaklaring doimiy aylanish bosimiga moslasha boshlaydi. 30-kunga kelib ajoyib narsa sodir bo'ladi. Butun bel qorin qisming shakllana boshlaydi. O'sha mashhur V chiziq va aniq bel konturi paydo bo'ladi, chunki bu burilishlar aynan shu mushaklarni nishonga oladi. 70-kun atrofida umurtqa harakatchanligi keskin yaxshilanadi. Aylanish harakatlari orqa pog'onalarni sog'lom va moslashuvchan saqlaydi. 100-kunga kelib esa atletik ko'rsatkichlaring osmonga chiqadi va yon mushaklaring shunchalik aniq shakllanadiki, ular tanada mashhur qum sot ko'rinishini yaratadi. Agar bu challenjga tayyor bo'lsangiz, muskul chiqarish uchun eng samarali mashq bu og'ir shtangalar ko'tarish emas. Bu cheksiz biceps mashqlari ham emas va albatta qimmatbaho trenajyorlardan foydalanish ham emas. Men hozir sizga shunday mashqni aytamanki, u bilan siz hech qanday jihozlarsiz ham katta mushaklarni hosil qilasiz. Bu mashq tanangizni chegarasigacha bosadi, progressiv yuklama yaratadi va mushaklaringizni doimiy taranglikda ushlab turadi. Bu esa haqiqiy o'sishni kalitidir. U bir vaqtning o'zida ko'krak, qo'l, yelka va qorin mushaklarini nishonga oladi. Shuningdek, chidamlilik va portlovchi kuchni ham oshiradi. Gap ketayotgan mashq bu piramida ajrimaniya. Boshlanish juda oddiy. Bitta ajrimaniya qiling, keyin 2 ta, keyin 3 ta. Shunday qilib charchaguncha sonni oshiring. So'ng yana orqaga kamaytiring. Bu mashq har bitta takrorlanishda mushak to'ralarni parchalab, tanangizni ulardan kattaroq va kuchliroq qilib qayta tiklashga majbur qiladi. Shu tariqa o'zingizga 30 kunlik challenge qiling va tanangiz qanday yonganini bilasiz. Challenge